Aka qachongacha bunaqa qilib yuramiz? Men tengilar hammasi o'ynab yurishibdi. Sabr qil ukam, hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'zing oshxonalar ochasan, mijozlar bilan to'ladi oshxonang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, ku. Sen baxtimga sog' bo'lsang bo'lgan ukam. Gap sotmasdan tez-tez ishlaringni qilish. Xo'p, shet. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Baliq bormidi? Balig'imiz bor. 3 xil balig'imiz bor. Oq baliq bor 55 ming, laqqa bor 75 ming, sazan balig'imiz bor 85 ming. Aka, pulim kamroq edi. Keyinroq tashlab ketsam bo'laverami? Aka, buni boshlig'imizga aytib ko'rishimiz kerak-da. Assalomu alaykum. Terjon, kelinglar. Ukamizni sizda gapi bor ekan. Ha, bo'pti, siz ishingizni. Xo'p, bola. Keling mehmon, nima qilsan? Akam betob edi. Shunga baliq yesigan ekancha, pulim kamroq edi. Keyinroq berib ketsam bo'laverami, aka? Aka qachongacha bunaqa qilib yuramiz? Men tengilar hammasi o'ynab yurishibdi. Sabr qil ukam, hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'zing oshxonalar ochasan, mijozlar bilan to'ladi oshxonang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, ku. Sen baxtimga sog' bo'lsang bo'lgan ukam. Mayli ukam, 5 daqiqa kutib turing. Rahmat aka. Boshliq, siz aytgan baliq tayyor bo'ldi. Ukam, mana aytgan balig'imiz ham tayyor bo'ldi. Issig'ida buni akangizga olib boring endi. Akalar eng yaxshilariga loyiq ukam. Bu baliq sizga oltin baliq oilaviy maskan tomonidan sovg'a. Aka, rahmat katta. Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam, qayg'urib ertamni o'ylagan akam, bugun men ozgina quchganda zahar, bemor bo'lganingda olmadim xabar.